O'sha hamma tanigan Prime Beka bilan o'ynab ko'rdim. Bu o'yin men uchun juda ham qiyin bo'ldi. Nimaga desanglar, Prime Bekada necha yillik opti borki, iPadda o'ynaydi 1 FPS, menda esa 12 ga qaraganda optim ham kam, telefonim ham 60 FPS. Videoni cho'zib o'tirmayman, video davomida o'zingni ko'ra olasiz. Dime qué es lo que pasa, yo quiero desacatarme contigo, papi, perder el control contigo, papi, dime, yo te digo, papi, ay contigo, papi, papi, contigo, papi, papi, contigo, papi, 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 contigo, papi, papi, contigo, papi, papi, contigo. Sizlar gapirishingiz mumkin, bu bekani o'zi emas. Mana, siz o'zingizlar ko'ringlar. Gol ketdi, lobby ochib aytib o'tashing. Mehnatimni qadrlagan holatda shu videoga bitta like bilan bitta podpiska bosib ketsanglar, yana shunga o'xshash videolar chiqarib turaman.